Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dalasi Mo'minjonov YouTube kanali. Xo'sh do'stlar, bugun sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida mana bunday ajoyib logolarni qo'yishni o'rganamiz. Xohlagan rasmga logo qilsang bo'ladi. Mana Neymar Juniorning logosini qo'yganman men avvalroq. Mana ko'rganlaringdek bu hammada o'xshaydi 100%. Bu videoni oxirigacha ko'rsalaring albatta o'rganib olasizlar. Juda ham oson. Mana URLdan qo'yiladi havola orqali. Va bizga kerak bo'ladigan narsa Play Market yoki App Store'dan Pixel Lab degan ilova kerak bo'ladi. Mana hozir yuklab olganman men hozir Pixel Lab. Mana Pixel Lab. Mana birinchida chiqib turibdi. Ko'k rasmli. Men yuklab olganim uchun ochishni bosaman. Mana 4,5 ballga to'g'ri keladigan ilova. Mana Pixel Lab. Bu ilovani bizga nima uchun kerak? Chunki rasmni formatini o'zgartirish uchun kerak. Mana bu 3 ta nuqtani bosamiz formatni o'zgartirish uchun. Va birinchi qatordagi Use Gallery degan yozuvni bosamiz. Galereyamizdan xohlagan rasmni tanlaymiz va men klanni naqasini tanlayman rasmini. Mana OK deb bosamiz bichkani. Mana rasm qo'yildi. Endi buni 512 ga 512 formatga o'zgartirib olishimiz kerak. Buning uchun yana o'sha 3 nuqta va export image, ya'ni rasmni o'sha yuklaymiz 512 qilib. Va bu yerda biz custom degan joyni bosib olamiz. Mana ko'rganlaringdek va mana bizga format chiqdi va biz buni 512 ga o'zgartirishimiz kerak. Bu yerda 1280 va yana 512. Tayyor bo'ldi va share degan tugmani bosamiz va rasm galereyamizga saqlandi va bundan chiqib ketib Google yoki xohlagan brauzerimizga kirib hozir post.img.kk degan saytga kirib olamiz. Mana birinchida turibdi va mana birinchi o'rinda mana post.img degan sayt va bu yerdan mana adashtirib qo'ymanglar, yolg'onchi saytlarga pul so'rashi mumkin. Mana tasvirlarni tanlang degan joyga bosamiz bo'limdan. Mana galereyadan tanlash. Mana rasmlarimiz va eng oxirgisini, ya'ni o'sha Pixel Labdan yuklaganimizni bosib turib tanlaymiz. Yuklanadi. Mana yuklash yakunlandi. Va bu yerda bizga ko'pgina URLlar beradi. Va biz bu yerdan bevosita havola degan joyni yuklab olishimiz kerak. Qolganlari o'rnatib bo'lmaydi dalasiga. Boshqa narsalarga qolganlari mana yuklab oldik. Nusxalab. Bo'ldi. Biz endi Dream Ligaga kirib buni sinab ko'ramiz. Juda ham oson bu asli. Ko'pchilik bilmaydi. Mana dalasiga kirib oldik. My Clubga o'tamiz va ko'rgansizlar buni. Customs va logo. Oldin yuklaganman men. Va buni o'chirib tashlayman. Sizlar mana bu yerda olmosga ochasizlar custom shunaqani logoni. Men oldin ochganim uchun turibdi mana custom kit turadi. Hozir menda ochilganligi uchun mana olmosga ochish turadi sizlarda. Men buni o'chirib tashlayman. Mana o'chirib oldim va boyagi havolamizni qo'yamiz.
confirmni bosamiz va o'rnatiladi. Mana bo'ldi. Juda ham oson, hamma biladi, lekin bilmaydiganlar ham bor va bu bilmaydiganlar uchun mana ekranda ko'rsataman, mana ko'rinib turibdi. Mana juda ham chiroyli. Mana yaqinroqdan ham ko'rsataman. Do'stlar, bu video foydali bo'lgan bo'lsa like, obuna tugmasini bosib qo'ying va bundan zo'r videolar hali oldinda. Mana akkauntni ham ko'rib olinglar. Agar mana bu boya ko'rsatgan klanimga qo'shilmoqchilar bo'lsa, yozishinglar mumkin. Aktivlarni qo'shamiz. Mana top 10-o'rinda turibdi ekan. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar.